Shoshilinch xabar. Erta tongdan barchani dilini xira qiladigan mashhur san'atkorimiz Mavluda Asalxo'jayeva haqida shoshilinch ma'lumot tarqaldi. Og'ir judolik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va san'at olamida ro'y berayotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, hoziroq 5uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayevaning turmush o'rtog'i vafot etdi. Bu haqida xonanda Instagramdagi sahifasida ma'lum qildi. 26 fevral kuni turmush o'rtog'im Davlet Qilichev bu dunyodan ko'z yumdilar. Janoza 27 aprel peshinda Islom Ota masjidida o'qiladi deb yozadi xonanda. Mavluda Asalxo'jayeva intervyulardan birida turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani haqida quyidagicha hikoya qilib berganda: Destan ansamblida Davlet ismli yigit bilan tanishib qolganman. Ish jarayonida bir-birimizga ko'ngil qo'yib, oila qurishga qaror qilganmiz. Ammo u uylanib, ajrashgan va 2 nafar farzandi bor edi. Albatta, u bilan oila qurishim yaqinlarimga yoqmagan. Ammo men uning farzandlari borligini tabiiy qabul qilganman. Bolalarning ko'ngli o'ksimasin deb chiroyli kiyimlar oldirib, bolalarga yuborardik, degan Mavluda Asalxo'jayeva. Xonanda turmush o'rtog'ining bir necha yil avval og'ir kasallikka chalingani haqida ham so'zlab berganda: turmush o'rtog'im kasallikka chalinib qattiq og'rigan. Uni davolatish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilganman. Bormagan shifokorim qolmagan. Ammo o'sha paytda turmush o'rtog'idan ajrashibdi, tashlab ketibdi degan gap so'zlar juda og'ir botganda. Aslida men buni kimgadir ya'ni isbotlash uchun emas, ammo baribir xalq orasidagi pichir-pichirlar asabga tegar ekan, degan Mavluda Asalxo'jayeva.